Ko'rib turganingizdek do'stlar, bu yerda har xil ombirlar turibdi. Hammasining davlatlari, ishlab chiqarilgan joylari har xil, har joydan. Ushbu ombirlarimizni bugun sizlarga chiroyli qilib, obzor qilib, sinab ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, Asad usta kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz turli davlatlarda ishlab chiqarilgan, o'sha biz bilgan amburlar haqida bo'ladi. Amburlarning narxlari va narxiga yarasha mustahkamligi haqidagi video bo'ladi. Videomiz yoqsa, like va podpiska bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Qani demak, boshladik. Ko'rib turganingizdek, Sparta nomlik ombir Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan, narxi esa $3. Ko'rib turganingizdek, hamma joyi juda ham chiroyli va ixcham ishlangan. Tig'larga kiradigan bo'lsak, tig'lari juda ham o'tkir emas, o'rta holdagi. Keyingi ombirimiz Yato Polshada ishlab chiqarilgan, narxi esa $6. Tig'lari esa boyaga aytganimdek unchalik o'tkir emas. KVT, ya'ni Tayvan davlatida ishlab chiqarilgan $12 ombirimiz. Buning esa tig'lari ham boyagiga qaraganda o'tkirroq. Xo'p, keyingisi Knipex Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan $25 amburimiz. Dizaynlari o'ziga juda ham xos. Tig'lariga keladigan bo'lsak, juda ham o'tkir. Dizaynlar ajoyib. Keyingisi Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan $45 ombirimiz. Wow! Dizayn o'ta ham juda ham chiroyli va tig'lari ham o'ta ham o'tkir. Ko'rib turganingizdek amburimizni. Xo'p, ismsiz davlatga qayerda ishlab chiqarilgani noma'lum. Narxi esa $1.5 amburimiz. Tig'lariga keladigan bo'lsak, tig'lari unchalik o'tkir emas. Ko'rib turganingizdek, dizayni ham yomon emas. Xo'p, eski 1970-yilda ishlab chiqarilgan $2 omburimiz. Dizaynga keladigan bo'lsak, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, katta hisob ham yo'q. Tig'lariga keladigan bo'lsak, tig'lari ham juda ham o'tkir. Xo'p, qani bularni test qilib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, 4 mm qalinligidagi miximizni sinab ko'ramiz. Qaysi biri necha kuchda ezib, sindirib yoki maydalab uzib olar ekan. Demak, boshladik. Ismsiz amburimiz, narxi esa $1.5. Boshladik. Amburimiz 112 kilogramda sinib ketdi. Ya'ni sop sinib ketdi. Ko'rib turganingizdek, lekin miximizni sindira olmadi. Qani olib ko'ramiz. Qanchalik lat yegan yoki nima bo'lgan. Mana ko'rib turganingizdek, takroriy lavhalarimiz amburimizga kuch beryapti va sopi chiday olmadi. Miximiz esa hech qanday sinish yoki bukilish holati kuzatilgani yo'q. Amburimizning soplari ko'rinishidan chiroyli bo'lgani bilan lekin o'tmas va chidamsiz. Keyingi omburimiz Sparta nomli Xitoyda ishlab chiqarilgan $3 omburimiz. Demak, buni ham boshladik. Qoyil 168 kilogramda Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan amburimiz mixni uzib, yanchib tashlay oldi. Qoyil. Keyingisi Yato Polshada ishlab chiqarilgan, narxi esa $6 amburimiz. Sinab ko'ramiz. Demak, boshladik. Qoyil, bu amburimiz esa 165 kilogramda mixni sindirib yubordi. Xo'p, Tayvanda ishlab chiqarilgan $12 omburimiz. Demak, buni ham boshladik.
Yo xudo, 145 kilogramm bosim kuch bilan bu amburimiz mixda sindirib yubordik. Inpex Germaniyada ishlab chiqarilgan $25 amburimiz. Demak, boshlaylik. Sekin astalik bilan kuch berish boshlandi. 118 kilogrammda miximizni yanchib yubordi. Milashkova USA, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan $45 amburimiz. Buni ham sinab ko'rishni boshlaymiz. Ushbu amburimiz 120 kilogramm kuch bilan uzib tashladi mixni. Keyingi amburimiz 1970-yilda ishlab chiqarilgan narxi $2 amburimiz. Demak, buni ham boshladik sinab ko'rishni. Xo'p, 231 kilogramm og'irlik bilan uzib tashlagan eski amburimiz. Demak, natijalarni o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Xo'p, keyingi testimiz mustahkamlik testi. Ushbu testimizni birinchi bo'lib Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan, narxi esa $3 amburimiz boshlab beradi. Demak, boshladik. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, amburimizning sopi asta-sekinlik bilan egilishni boshladi. Kuzatamiz, 234 kilogramm bosim bilan amburimizning sop qismlari sinib ketdi. Mana takroriy lavhada ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, amburimiz mustahkamlik bo'yicha sinab ko'rildi va amburning soplari sinib ketdi. Tig'lari esa hech narsa bo'lgani yo'q. Yato Polshada ishlab chiqarilgan, narxi esa $6 amburimiz. Demak, boshladik. Ko'rib turganlaringdek, ushbu amburimiz juda ham baquvvat hozircha. Soplari esa egilishni boshladi. Ko'rib turgan bo'lsalaringiz, 267 kilogrammdan o'tib ketdi. Vay, yo'q. Bu amburimizning esa jag' qismlari sinib ketdi. Yato firmaning nomiga ishlab chiqarilgan amburimiz. Ko'rib turganingizdek, jag' qismlari sinib ketdi. Qoyil, takroriy lavhada ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu tomoni qismi sinib ketdi. Jag' qismlari. Oldingi amburimizning sop qismlari sinib ketgan bo'lsa, ushbu amburimizning jag' qismlari sinib ketdi. Keyingisi Tayvan davlat ishlab chiqarilgan, narxi esa $12 amburimiz. Demak, boshladik. Ushbu amburimiz ham qirsillashni boshladi. Vau! Yo'q, 318 kilogramm bosimda amburimizning sop qismlari, ya'ni pastki sop qismlari sinib ketdi va chertib yubordi. Qoyil, ko'rib turganingizdek, ushbu amburimizning pastki sop qismlari juda ham baquvvat. Keyingi amburimiz Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan, narxi esa $25 amburimiz. Demak, boshladik. Ushbu amburimizga tezroq bosim berishga harakat qilyapmiz. 240 kilogramm bosim bilan, kuch bilan. Xo'p, 338 kilogrammda ushbu amburimizning sop qismlari, tevagi sop qismlari sinib ketdi. Qoyil! Nahotki Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan amburimiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, amburning sop qismi sinib ketgan joyi.
Juda ham baquvvat ambur. Xo'p, keyingisi $45 Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan amburimiz. Demak, buni ham boshladik. Ushbu amburimizga ham tezlikcha juda ham tez bosim berishni boshladik. Kuch berishdi 453 kilogramm. Nahotki, lekin amburimizning jag qismlari zaklovka, ya'ni birlashgan joyidan qo'yib yubordi. Nahotki 400 ga chiqib ketdi. Ko'rib turganingizdek, amburimizning jag qismlari ana ko'rib turibsiz. Jag qismlari birlashgan joylari qo'yib yubordi, lekin amburimiz bus-butun. Hech qayeri singani yo'q, egilgani yo'q. Faqat shu birlashtirilgan joyi ajrab ketdi. Qoyil. Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan narxi $45 amburimiz. Keyingisi eski 1970-yilda ishlab chiqarilgan, narxi esa $2 amburimiz. Demak, buni ham boshladik. Deb o'ylaysizlar. Nahotki 366 kilogramm. Qoyil, 360 kilogramm kuch bosim bilan bitarganimizda ushbu amburimizning sinish holatini kuzatib turibsiz. Ushbu amburimiz sob qismlari, pastki sob qismlari sinib ketdi va natijalar birinchi o'rinda Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan $45 amburimiz. Ushbu amburlarimizning mana test natijasidan keyingi holatlari ko'rib turibsizlar. Qoyil. Ushbu testimizning g'olibi Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan, narxi esa $45 amburimiz. Juda ham baquvvat va juda ham chiroyli dizaynga ega. Shunday videolarni chiqarishimiz uchun sizlardan like va obuna bo'lish tugmasini ezib qo'shlaringizni so'rab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.